O'zbekistonda yangilik ekanlar. Endi mana shuni yotib olib dars qilishlar davri o'tdi. Mana shuni yotib dars qiladigan bo'lsangiz, o'qigan kitobingiz miyaga kirmaydi, yaxshi bo'lmaydigandan bo'ladi. Undan ko'ra farzandingizga mana shuni stuldan bitta olib beradigan bo'lsangiz, dars qilgan sari dars qilgisi kelaveradi. O'qigan kitoblari ham miyaga kiradigandan bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa 200 ming so'm bo'ladi. Dastavkasi kelishilgan holatda. Undan tashqari kafe, restoran, choyxona, oshxona, to'yxonalar uchun stol-stullarni ham eng arzon narxlarda tayyorlab berishaveradi. Mana shunimiz bo'ladi. 4 taligining narxi 550 ming so'm, 6 talik kerak deganlar uchun narxi 750 ming so'm, 10 talik kerak deganlar uchun 1 million 50 ming so'm bo'ladi. Undan tashqari mana shunday shohona bo'lgan stol-stullarimiz donaga olmoqchi bo'lganlar uchun bir donasi narxi 180 ming so'm, 6 talik kerak deganlar uchun 1,5 million so'm, 8 talik, 10 talik, 12 taligini ham tayyorlab berishaveradi. Mana bunimizga keladigan bo'lsak, 10 taligi bo'ladi. Eng zo'rlardan xon taxtasi bilan komplekt narxi 1,5 million so'm bo'ladi. Mana bunimizga keladigan bo'lsak, 12 taligi bo'ladi. Materiali mo'shi zo'rdan bo'ladi. Narxi 2 million 200 ming so'mdan xohlasalarning dumaloq to'rtburchak xon taxta tayyorlab berishaveradi. Mana bularga keladigan bo'lsak, mana shu yerdan bag'i donaga 1 million 170 ming so'mdan, bu yog'iga keladigan bo'lsak, bir donasi 200 ming so'mdan xohlasalarning 10 talik, 8 talik, 12 talik tayyorlab berishaveradi. Kimga mana shunday arzon sifatli stol-stullar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran pastida telefon raqamini qoldiramiz, bemalol aloqa chiqarsizlar.